Xo'sh, assalomu alaykum. Davom etamiz. Navbatdagi adresimizga ham olib kelgan mebellarni tamomlab, egalariga topshirib ham oldik. Bugungi adresimiz Sirdaryo shahrining o'ziga bo'ldi. Yotoqxona to'plami o'qiganmiz. Mebel klient xohishiga qarab uyga joylashtirildi. Xo'sh, komplektga kiradi. Ikkita tumba, divan, shkof, mana bu trimosi hamda bitta stolchasi bor, o'sha kiradi. Xo'sh, mebel razmeridan boshlaydigan bo'lsak, shkafimiz uzunasiga razmeri 250, balandligiga 210. Kiyim sig'im razmeri mana bu razmer 50 sm. Xo'sh, razmerlar cheklanmagan, klient xohishiga qarab o'zgartirsa bo'ladi razmerni. Mana bu uzun kiyimlar uchun mo'ljallangan. Bu tomoni o'rta qismi polkali, ichida bitta sipchasi bor. Eshiklari 100% vakuumda, oynaning chetki qismlari charxlangan holatda. Xo'sh, ruchkasiga e'tibor beradigan bo'lsak, temirlik, razmeri katta bo'lgan 1 metrlik ruchka ishlatilgan. Ikkiga bo'lingan, sabab razmeri kaltroq bo'lgan kiyimlar uchun mo'ljallangan. Xo'sh, ikkita tombichkasi, mana bunday svetiniklari bor. Xo'sh, bu tomonda rezitka yo'q, klient o'zlari ulab yoqishadigan bo'lishdi. Moshi zamish, ya'ni yuvsa bo'ladigan. Rangida tanlov bor, 20 xildan ziyod. Pardamga tushunsa, uni ham to'g'rilab beramiz. Matrasiga keladigan bo'lsa, ortopedический $100 matras. 3 yil garantiyasi bo'ladi. Hozirgi holati mexanizmli holatda. Mana bunday holatda. Tagi ko'tariladigan bo'lgan. Ko'plar so'rashadi, pastki qismi yopilmaydimi? Yo'q, pastki qismi yopilmaydi, ochiq turadi polga tegib. Sabab dupi qo'ygan bilan dupi nam havoga kuchini yo'qotadi. Shu maqsadda. Xo'sh, aytib o'tganimizdek, ortopedический $100 matras, matrasi mexanizmli ham qimmatidan ishlatilgan. Razmeri katta. Xo'sh, Trimo 150 balandligi salkam shkafda, shkaf 210 bo'lsa, bu 2 metr. Sensorni yoqib ishlatdik. Mana bu yerda sensori bor. Mana bunday holatda. Klient xohishiga qarab o'zgartirsa bo'ladi. Xo'sh, bizning adres Jizzax shahrining o'zida. Biz bilan bog'lanish uchun pastda nomer qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, xohlasangiz tayyor holatini ham ko'rib olsangiz borib, ya'ni ishlab chiqarish joyining o'ziga borib ham tanlab olsangiz bo'ladi. Siz mebelni ishlab chiqaruvchidan, ya'ni ishlab chiqaruvchi magazinchi emas, ishlab to'g'ridan to'g'ri sexni o'zidan olgan bo'lasiz. Mana bunday holatda joylashtirdik klient xohishiga qarab.